Mana tayyorlab oldik. Ko'rinayotgandir. Mana shu yarachalarga mana aloe verani suvdan yaxshilab sutamiz-da, ishqab turib. Mana shu holatda ishqab turib, yaxshilab sutab turib, keyin stakanchalarga kiygizamiz. Mana stakanchiklarimizni kiygizdik. Loy tuprog'imizni ham soldik. Mana boya aytgandek, bu stakanchikning kesilgani ikkalasinikini bir-birinikini qarama-qarshi tomonga qo'yiladi. Keyin mana loy tuproq solgandan keyin mana olmaga biriktirib qo'ydim mana. Tushib ketmasligi uchun, chunki tuprog'imiz qo'lpili tuproq. Sizlar o'zinglar yengil tuproq qilib solasizlar. Endi mana bu selofan bilan yaxshilab o'raymiz-da, mahkamlab qo'yamiz. Agar sizlarga pastroq bo'lsa, birorta cho'payma, tayanchma qo'yib turib, skoch bilan keyin biriktirib qo'yasizlar. Mana bu stakanchikni asabaqa o'ynamasligi uchun. Mana bu stakanchik tagidan ham mahkamlab qo'yasizlar. Mana tagi qismidan, mana bu tagi qismidan mahkamlab qo'yasizlar. Belidan mana bel tomonidan mahkamlaysizlar. O'zini selofanda o'ragandan keyin qisqasi mana bu shamol bo'lganda, nima bo'lganda, gul qimillaganda mana liklar aqabaqa yurmaslik kerak. Mana воздушная отводка, ya'ni ustida turib qarab ildiz ottirish usulimiz nihoyasiga yetdi. Mana bunday qilib yaxshilab o'raganingizdan keyin mana bu qismidan ozgina havo kirib turadi. Keyin salofanni aytib-aytidan bunday qilib tirnab qo'yasiz. Ozgina teshicha bo'lishi kerak. Chunki havo aylanishi kerak. Ozgina. Agar umuman havo aylanmaydigan bo'lsa, unda maydagi nam tuproq ustini mog'ora bosadi va ildiz o'tishi orqaga ketib, chirishga olib kelishi ham mumkin. E'tiboringlar uchun rahmat, salomat bo'linglar. Mana uni ham bo'lma menga yordamchi bo'ldi. Shoqiga mahkamlab qo'ydim. Bu first lady edi. Shunday qilib ko'paytirsanglar bo'laveradi. Shu bilan 1,5-2 oygacha tegmaymiz. Agar kunlari haddan tashqari issiq, mana 40 gradusli issiqlarga to'g'ri kelsa, unda tegmay qo'yaverasizlar. Salqiroq bo'lsa, ildiz otgandagi o'zi ko'rinadi. Mana stakanchiklarni unda ildizlari olib tuvakka olib qo'yaverasizlar. Vaqti bilan bir oyda bir marta bir ko'zdan kechirib qo'yasizlar. Nami qochsa, shpritsda ozgina suv bilan purkab qo'yasiz. Ozgina, jiddiy. Bo'xtirib suv quymaysiz-ku. Jiddiy namlab qo'yasiz. Ozgina namlik ushlab turilishi kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Bu Double Delight Юбилей принца Монако. Tayyor turamiz. Rifa. Юбилей принца Монако. Юбилей принца Монако. Double Delight. Yana Double Delight. Juda hidli. Lekin haftaga chidamaydi. Yoshlik kuyib ketadi. Shuning uchun ola salqinga ekamiz. Assalomu alaykum, hurmatli gruppadoshlar, tanishlar, otanishlar, mani gruppamga kirganingiz uchun katta rahmat. Bugun gul qirqish uslubini
o'rgatmoqchiman. Lekin balkim bilarsizlar. Bu полуплетистая роза. Bu pletsistый. Bu go'zallikdan keyin mana bu holat bo'ladi. Mana bu go'zallikdan keyin mana bu holat bo'ladi. Shuning uchun mana bu holat bo'lganda yaxshi nima qilish uchun, yana gullash uchun mana gullar bo'lgan qismi 5 ta barglik qidiramiz. Bayda mana 4 ta buni o'tkazamiz. Bayda mana 5 ta bargli, lekin tanasi nozikroq. Keyin tashqi tomondagi barg kurtakka qarab tashqi tomondan kesamiz. Bu ingichkaroq bo'lgani uchun yana pastroqqa tushamiz. Mana bu 5 talikni tepasidan 2 cm qoldirib qirqamiz. Bo'ldi. Endi mana bu floribundalar. Floribundada ham xuddi shundaqa. Mana bu gullar bo'lgani, qirqadan ko'rsatay. Mana gullar bo'lgani, gullar bo'lgandagi mana 3 ta barg o'tkazamiz, bu ham 3 ta barg o'tkazamiz. 3 ta barg yana o'tkazamiz. Mana edi 5 ta bargli, lekin tashqi ichki tomonga qaragan. Buni qo'ymaymiz. Mana busi mana 1 2 3 4 5 tashqi tomonga. Chunki mana shu yerdan qirqqanimizda mana bu tomondan chiqadi. Agar mana ichki tomondan qirsak, ichki tomondan chiqadi. Shuning uchun mana bu tomondan mana shu yerdan 2 cm qirqamiz. Floribunda chayni gibridnilariga taqli. Mana bu ham chayni gibridni. Mana chayni gibridni. Mana bu ochilib bo'lgani, mana 3 ta barglik o'tkazamiz. Va bunda 3 ta 5 ta bargli, lekin bu tuqqi ichiga qaragan. Bundan kesmaymiz. Pastroqqa tushamiz. Mana 5 ta barg tashqi tomonga qaragan. Shu yerdan kesamiz. Mana shu holatda. Bo'ldi. Xuddi shunday qilib kesiladi. Endi hozir men pletsistani ko'rsataman, o'rama turgullari. Bu Lady Hamilton. Buni qirqishda ham xuddi shunaqa qilamiz. Qarang. Mana bu gullar bo'lgan qismi birdaniga 5 ta kelyapti, 5 talik. Lekin baydan qirqmaymiz. Biz pastroqqa tushamiz. Chunki baydan qirqadigan bo'lsa, yana ingichka uzun bo'lib ketadi. Mana bu tashqi tomonda. Tashqi tomonda. Bu ham tashqida. Xohlasa baydan ham qirqish mumkin, xohlasa bardan ham qirqish mumkin. Lekin mana ichki tomonda mana bu bargdan qirqilmaydi.